yurtqa qadiming yetganligini bilibli qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasalar Qambarnisa xonim, o'zlarining mo'jab bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Mo'zayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganingni bilamsan? Angoyaq tursan-ku. Kelib meni bo'shitib etmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambar hocam, bo'g'aydi. Eringizdan bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelarkan mayli chaplashidi ekansiz va. Xo'jakingizcho, sizdakda natchilarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. U mumkin emas. Mening sizlarga tekkinim. Mening Qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardlik yuragim. Qemarga tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 29-qism. O iflos! Namancho'loq dahshatlik voqirg'ini tikilib, o'chiqaga yerlarni qo'li bilan to'sib, yukinib o'ltirgan Jabborning maydasiga kuchab tapdi. Jabborning kayniga tiqilib verishga tamshilayotgan Mehrinso xonim o'ngdisiga tushib, uning ustiga Jabbor yiqildi. Ular o'rnidan turishga harakat qilayotganda Namancho'loq etilib kelganicha Jabborning jon yeriga dassivatdi. Jabbor jon ochchig'ida voqirgancha o'shidan ketdi. Namancho'loq Mehrinso xonimning ko'ziga g'azabli qadilib turib, uni kenishga buyurdi. Mehrinso xonim titrab, aloqzodi bo'lgan va yiqiqtab yig'lagan holda taki beshidagi kiyimlarini elib, qo'lashmagan bir holda tugmalarni salgash, chalasini ta'tir etib qarab turdi. Qudduslanqa Namancho'loqning buyrug'i bilan Mehrinso xonimni tortqushlab akilib, supining ikki yeriga birdan qo'ygan to'rikning birsiga bog'ladi. Quddus! Ha? Chiqib meni o'tiramdagi bagida kel. Qudduslanqa Namancho'loqning gapini tushunmagandek, ko'zlarini chimchiqiltib qarab turdi. Namancho'loqning arvohi uchib, ikkinchi qitim qattiq vaqirgan ondan ho'shini yig'di-da, necha taqlab talog'i chiqib ketib, ayol o'tmay Namancho'loq polo yoki kavob yeganda go'sht parchalashga ishlatadigan bagini ko'tarib kirib, otamoniga tangladi. Namancho'loq Qudduslanqa tanglagan bagini qo'liga ilib, besini barmoq uchiga tekkizib serib baqdi. Bagi besining ilmi itdik. O'tkir turg'uniga ko'zi yetgandan keyin behush yotgan Jabborning yenig'ini zo'ngziyib, Qudduslanqaga dedi: "Bu haromzadning ishtini tushir." Qudduslanqa Namancho'loqning chiroyiga qarab qo'yib, ostog'ini zo'ngziyib, titrab turgan qo'llari bilan Jabborning oppoq xasi ishtanini pastga serdi. Ustiga qartib tuta. Namancho'loq beshi bilan Qudduslanqaga Jabborning jon yerini imo qildi. Qudduslanqa tarlab ketdi. U boyaqidimmi bakrak titrab, put-qo'lida jon qolmagan edi. Lekin shu topda o'chisining buyrug'ini bajo keltirmasa, o'zimi taskunda qoladiganini aniq bo'lg'achqa, zuvon surmasdan Jabborning jon yerini tutib ustiga qayrib turdi. Butkul g'azabini o'ng qo'liga yiqqan Namancho'loq birli qo'liga tayanib Jabborni pichivatdi. Ko'zlaridan taram yosh oqtirib bu ahvollarni o'z ko'zi bilan ko'rib turgan Mehrinso xonim qattiq bir chaqirganicha o'shidan ketib, to'rikda qaysiyib qoldi. Qambarnisa xonim atsimo o'ginimo Seyitboyni chaqirib kelish uchun ikki bolasini avatibadi. Ammo bu qitim quruq qo'l emas, qog'ozga ikkili xat yozib, dadisiga berishni topilab ma'nturdi. Xatning mazmuni mundoq edi: Gunohkor mazlumalaridan o'zlariga yetib ayam bo'lg'ayki, boshlariga kulbat soyi tashlash oldida turibdi. Sizlar bilan ko'rishib va tafsilotini o'zlariga aytib bermasam bo'lmaydi. Rahmat marhamatlarini ayamay,
g'iribona ko'lbamga bir kelib ketishlarini so'rayman. Hergiz kelmay qolmasizlar. Bu sizlarning va mening beshimdagi tog' kabi cho'ng ish. Hurmat bilan, Azizalar Qambarni Sabibi. Seyitboy Gulbahram xonimning qo'lidan ikki qatlangan ujmi qo'zi qog'ozni oldi va qiziga ajablanib qarab ketgandan keyin xatni ochib o'qidi. Xat tugigicha uning chiroyi necha o'zgardi. Qo'shimiz turilgan Seyitboy qizidan so'radi. Bu xatni kim yozdi? Anam yozdi. Gulbahram xonim dadasining qo'shimisidan aymanib, tirniqini totlab turib javob berdi. Ammo Seyitboyning qo'shimisi teg'imi turilib, o'ngi sal qizardi. Onangiz xat tanimasa, buni qandoqsiga u yozadi? Avu, ustozim ukam üçümüzge öğretkendi. Men öyge bağanda anamga öğretken. Şunu o hazır xat tanıydı, yazıdı, hem okuyalaydı. Bu gapni anglab Seyitboyning chiroyi tatardi. U qo'lidagi qog'ozni mejiqlig'icha qiziga bir qadam yaqinlashdi va tishlarini g'o'chirlatib dedi. Untekin studiyasi. Kim sizga onangizga xat o'qiting dedi? Ha? Hiç kim? Anam özü öğrensem depti. Men şu... Gulbahram xonim qo'qqonidan lag'ildab titirganicha duduqladi. Seyitboy uning yig'ilib o'tayli deb qolgan turqi qarab jimmada turib ketdi. Ondan keyniga burilibla dalon uyga kirdi. Zo'rxon dalondagi kangri supida yotgan tikib o'ltiratdi. Seyitboyning kirganligini ko'rib, chaqqonlik bilan o'rnidan turgan Zo'rxonning salimi joyida qoldi. Zo'rxon, Gulbahram bilan Rustam bugundan boshlab siz bilan birga tursin. Men ruxsat qilmoqcha onasining yeniga bormisin. Muallimimi qo'riq sirtidagi uyda necha kun orom elib olsin. Bu necha kunda bolalar darsga bormisin. Qana qaysi mening ruxsatimsiz onasining yeniga berib qoladi ekan. Pachig'ini sundirib yetaman. Gulbahram o'yladi qoldi. Hozirli chiqib uni yanangizga torting. Rustam bog'da o'ynab yuriydi. Unimi bu tarafga vataman. Bu uyning bo'sog'isidan otlab qolsa javobgarisiz. Zo'rxon ajablandi ham qo'rqdi. Bolalarning yozgan xatlarini ko'rib, o'qigan she'r va aqliy so'zlarini anglab faxrlanib kulgan. Ularning texmi tirishib yaxshi o'qishini umid qilgan Seyitboyning bugun tuyuqsiz o'zgarib boshqacha qaror chiqarganidan hayron qolgan Zo'rxon darrov qo'lidagi ishni qo'yib, paypaslab o'ylig'i yugurdi. O chiqqanda Gulbahram xonim o't otib yig'lab yiqib ketgan edi. Zo'rxon Gulbahram xonimni bag'riga besib, o'z hujrasiga epmadi. Qambarnisa xonim avatgan va uni yozdi deyilgan heliq xatni o'qigandan keyin Seyitboyning johil xo'yi tutib qoldi. Qambarnisa xonimning bu ishi xuddi Seyitboyning diqqatini tortish uchun qasddan qilingandek. Bir turib uning buyrug'ini ko'zga ilmay, bir amal qilib o'zini yeniga opirish maqsadi bordak. Agar Seyitboy mo'sh xatga ishinib, bog' chetidagi uyga berib qolsa, Qambarnisa xonim uningga arkilab suvinib, uni buni qilib yurib Seyitboyning ko'nglini qaytadan o'ziga ram qilishga tirishadigandak. Bu uning qo'riqqa qaytib kelish uchun ishlatayotgan hiylasidek tuyulmoqda edi. Yana bir tarafdan Seyitboy Qambarnisa xonimni jazolash uchun bog'ning chetiga polib etib, shu yerda xushallikdan, erkinlikdan, o'zi xohlagan ishlarni qilishdan hamda o'z muhabbatidan mahrum qilgan ekan. Qambarnisa xonim yuvoshlik bilan shu uyda kun kechirishi, o'zini chog'lab ish qilmasligi, jimjit turmushini davomlashtirib, gunohi ustida o'yilnishi, shundaqla Seyitboyning heliqi ishlarni ko'ngildan chiqarib etishini kutishi, samimiy tirishchanlik bilan kechirimga erishishni saqlash kerak edi. Ammo hozir ish dal uning aksicha bo'lib, Qambarnisa xonim shu yerdami e'tiborli og'ich xonimlik turmushini davomlashtiribdi. Yuvoshlik bilan bolalarning holidan xabar elib, vaqtni kun sanab o'tkazmakda yo'q. Xat o'qishni, yezishni o'rganib, turmushini ko'ngillik o'tkazib yetibdi. Tex yozgan xatlari ondan chiroyliq, yozgan iboralari ondan bog'lanishliq, go'zal ham yaqinliq.
Bundaq bo'lganda uni azoblansin, xatoligini o'ylansin, gunohini yutsin deb boqib olivatganning nima foydasi? Ahvoldan qaraganda bu oy bu kunlarda uning gunohini tonish xiyoli yo'q o'xshamamdi. Shularni o'ylagan Seyitboyning jahli teximi qotdi. Shuning bilan Rustamning chiroyini ochmay do'q qilishlari, g'izo yigili unmay ta'tir qarab yetivilishlari, Gulbahram xonimning to'xtamay yig'lashlari va Zivarnisoning yelinib yolvurishlariga parvo qilmay, yuragiga toshni qo'yibla u ikki bolani onasining yeniga berishdan cheklab qo'ydi. Atiganda xatni qo'liga tutqizib yo'lga solgan bolalarning hech qaysisi qaytib kelay demaydi. Qambarniso xonim ularning yo'liga qarab ko'zlari eqib bo'lay dedi. Biroq kech kirib qorong'u tushkichimi na bolalar, na Seyitboyning qarsimi ko'rinmadi. Dakudukchilikda yuragi eg'ib mingtasti kunni kech qilgan Qambarniso xonim kechinimi kutish bilan kirpik qoqmay tong otqizdi. Biroq balalar yanali kelmadi. Vaqt osh vaqtidan eshib tushga qarab yaqinladi. Olam yo'rishi bilan o'ylig'i chiqib olgan Qambarniso xonimning oxiri qo'riq qo'yli tarafdan umidi uzildi. Azobi hassalanib, yuragi puchilib ketgan Qambarniso xonim ichidan ufsinib, buqildab shiqladi. Ming yerdan to'kilib, yuragini chak-chak etib, bozlab yig'ladi. O bundaq o'ltirivasi bo'lmaydiganligini, bolalarning Seyitboy tarafdan uyga solinib qolmasa, bu kamgich kap bo'ladiganligini, Seyitboyning xatni nazarga ilmayli qolmasdan yana bolalarning hapsiga ilib olganligini tushunib yetdi. Oxiri o'ksinishlari g'azabga, ilojsizligi qaramliqqa aylandi-da, das o'rnidan turib, ko'z yishini qo'lining kayni bilan surtib-atgandan keyin yo o'lim, yo ko'rim deganicha darvozadan chiqdi. Lekin bog' yo'lining yerimiga bormay turibla olma nashbutlarni chatab yurgan payloqchining ko'ziga chiliqib qilib, vaqirab jaqirashlariga, yig'lab yolvurishlariga, tarajab mong'uli unmag'allariga qaramay, shu yadila daqirtib so'rab aparilib, chiqqan ho'ylasiga solab qo'yildi. Bizni kunning serg'ini ko'gilib qo'yslar xinam. Begim sirini bu ho'ldan chiqmasin degan. Seni gapga unmay namuna chopchib yurganlar bilan vaqti kelganda begim ochchig'ini silidan emas, bizdan oladi bizdan. Bu yoshlik gap qolganda qattiq gap anglamoq, dumboq yemak eg'ir keladigan odamga. Azroq vaqt ta'xir qilib turslar. Begimning ochchig'i yonganda o'zi buyurib sizni yondirib ketadi. Angacha meni ta'likda qo'ymislar obdan bo'ldi, chiroyli xinam. Payloqchining ta'nigami, chiroyliqchi tushuntirishgami o'xshamaydigan bu gapi Qambarniso xonimning quloqiga kirmadi. O her hamma bo'qildab yig'lab, hammadan umidi uzilgan holda afsuslik bilan livani tishlab o'ltiratdi. Qudduslanqa Namancho'liqning buyrug'i bilan Jabbarni otga ortildirib, soq yarim kun yo'l yurib, yiroqdagi kangri ketgan bir qumushliqqa ep keldi. Ondan otni bir do'nglikka ep chiqib, Jabbarni ishtirib tushirayotgandan keyin yuragi ichishib, kayniga qarab qo'yib ketib qoldi. Namancho'liq Qudduslanqaga oloydan topilib mundoq degan edi. Hech kimga bildirmay qorong'uda yo'lga chiq. Uni apirib qarsoy bilan taklamakan o'tirsidagi qumushliqqa apirib tashlab o'tibgan. O'lsa, jas tushadi qila. O'lmasa, rizqini tepib ya. Ish qilib bundan keyin uni ko'zim ko'msin. Dastlabda Namancho'liq Jabbarga bak tanglab kelganda Qudduslanqa uni o'ltirib yetadigan bo'ldi deb o'ylab qolgan edi. Biroq kishining aqliga kelmaydigan bir ishni o'ylab tepib, Jabbarni oqt qilib atgandan keyin Namancho'liqni haqiqatan kang qo'rsoqgan deb tushungan edi. Ammo o'ylimga yadin yerim o'lik holatda yotgan Jabbarning qumushliqqa opirib tashlab atdi. Bu qumushliq degani yavoyi hayvonlar, go'shxo'r yavoyi qushlar, qon sho'rg'uchi hasharotlar yashaydigan joy tursa,
ko'zini ichishga mag'dur yetmay jon talishib yotgan Jabbor bu yerda mush biti yotadigan bo'lsa, kech kirgichi yovvoyi hayvonlarning o'zqiga aylanib ketadi. Demak, bu Namancho'loqning Jabborga rahim qilgani emas, balki eng qattiq usulda qiynag'ini. Tirik turg'izib, qog'i qo'zg'ollarga yem qilib bergani edi. Qudduslanqa boshda Jabborni qutqizib qilishni-mi yoki biri uyning oldiga opirib tushirib qo'yib, biri yaxshi niyatli kishining qutqizib olishi qo'yish niyatigami keldi. Lekin Qudduslanqaga nisbatan egisining buyruqini bajo keltirishdan boshqa yo'l yo'q. Chunki bugun uni Mushiyaga akilib tashlab qo'yishga buyurgan ekan, ati o'z oyog'i bilan kelib ko'rib ketishdan yonmaydi. Namancho'loq azalda mo'shundoq ishlarda oxirgi natijasini ko'mish ko'ngli unamaydigani. Agar Jabborni qutqizib olaman deb Namancho'loqning ko'zini bo'yaydiganlar bo'lsa, keyingi qitim oqti bo'lib ketadigani cho'qim o'zi bo'ladi. Sholani o'ylagan Qudduslanqa Jabborga tortishib turgan ko'ngliga chek qo'yib, itini devitib yo'liga ravon bo'ldi. Namancho'loq Mehrinsa xonimni hujrasiga solab qo'yib, kunlik yeydigan ishidiganlarni dedaklardan kirgizib berib, necha kun baxti. Biroq Mehrinsa xonim avvalgi cho'ng og'chilik kursidan tushgili unamay, kimni ko'z tillab, akirgan g'izonlarni dedaklarning beshiga etib, eg'zini buzib hammani tillab, hatto Namancho'loqni qog'ab, qo'shib tillab, uy ichini malaman qilib, beshamlikni davomlashtirayverdi. Namancho'loq oxiri sodir qilgan gunohini pisantiga ammo yana saronlik qilayotgan Mehrinsa xonimning qiliqlariga chidab bo'lolmadi. Texi boyli kirgizgan o'xshigan poloni ishga qaratib otgan Mehrinsa xonim cho'ng chamdab kirib kelgan Namancho'loqning dahshatli o'kirishiga duch keldi. Beshingni yeydi otamsan, ya buzuq. Men emas, sen beshingni yeysan. O o'lgur cho'loq. Mehrinsa xonim yondiribla Namancho'loqqa til soldi. Buningga chidamagan Namancho'loq etilib bog'inicha Mehrinsa xonimning yuziga bir qachat soldi va dedi: "Mana sana o'chiloq. Uzun yillik er-xotinligimizning yuzini qilib tirib qo'ysam, yana javuldaysan ha, u buzuq. O'lgan kelgan bo'lsa, men bilan aytishmay o'layver. To'li mening judunimni o'riltib saronlik qilayverma." Namancho'loqning gapi tugishiga Mehrinsa xonim uning yoqsig'i esilib, das o'rnidan turdi-da: "Yamanqısan, ha? Nochiqsan? Nimish qiltiratmading meni? To'ydim bu jondan, o'ltiriyda, ha?" deganicha Namancho'loqning yoqsig'i so'rilib oldi. Namancho'loq uni birli silkib, kayniga uchirib atdi. "O'lgan bo'lsa, mening qo'limni maynat qilmay o'zing o'layver. Sendek buzuqni o'ltirma deb isrof qilgan vaqtim yo'q mening." Mehrinsa xonim paloqqida tushgan yerda singayan o'ltirib, qaqoqlab kulishga boshladi.